Allah bandasidan 5 ta narsani yashirgan. Bittasi qiyomat qoyimda qachon bo'lishligi. Ikkinchisi shu 99 ta go'zal ismidan bittasini o'zi suyadi. Shuni yashirgan. Yana keyin 5 vaqt namoz o'qiymiz. 5 vaqt mana bomdod, peshin, asr, shom, xufton. Ana shu 5 vaqt namoz orasiga yana bitta narsani yashirgan. Duoni ijobot bo'lishini yashirib qo'ygan. Keyin Alloh o'zini haligi avliyo deymiz-ku, ana shu avliyo anbiyosini yashirgan. Nima qilmaydi? Birovga aytmaydi, birovga bildirmaydi. Agar o'sha avliyo o'zini bildirib qo'ymasa, bir rivoyatda aytadiki, bir avliyo odamlar nima qiladi? Yomg'ir so'raydi. Hech Xudo bermaydi yomg'ir. Ketisha tursa, ikkita tosh orasiga kirib olib bir avliyo odam duo qilyapti ekan. Allohim shularni duosini ijobat qilgin deb. Shu tata qilishi bilan yomg'ir yog'ishni boshlagan. Keyin buni hali odamlar bilib qoldi, orqasidan poylab borsa, bitta nimani cho'pon ekan. Keyin bu avliyo odam cho'pon bo'lib yurami, shuni qul ozod qilib olayotib, pulini to'lab ozod qilgan ekan. Keyin avliyo so'ragan, nimaga meni sotib ozod qildinglar desa, işte biz necha nima duo qilamiz, ijobat bo'lmaydi. Siz bir marta o'tirib duo qilsangiz ijobat bo'ldi. Siz avliyo ekansiz desa, teskari qarab o'tirib, Allohim, men sirimni mendan bildirib qo'ydim, jonimda oy degan. İşte jonini olib qo'ygan. Ana shu 5 ta narsani yashirganda bandasi bilmaydi. Faqat Xudo biladi. Shuning uchun ismlarni ham ichida bitta o'zi suygan ismi bor. Bandasini yashirib qo'ygan shu. O'sha yodladi o'zim deganimda. Tez takrorlab turish kerak. Mayli qizim.